ko'chirayotgan arvalar keldi. Qanchalik odam kel? Necha 10 odamdek qiladi. Tegish qilayli. Bo'lmasmikan? Orasida Daysachan bilan xotini, yana Qo'ng'irotning necha 10 palvonlari bor ekan. Biz faqat qizni bulaydigan tursak, boshqasi bilan imkon emas. To'xtug'i oqsoqol. Qiz ko'chirayotganlarga tegish qilsak, Qo'ng'irotlar bilan to'qinishib qolamiz. Qo'ng'irotlar bo'lsa bizning kuchlik, ularning tishiga takkili bo'lmaydi. Bizning bulaydiganimiz shu Qo'ng'irotlarni qizdirsa. Ondaq deymizlar. Agar uni Temirchinning qo'lidan bo'lsak, Mo'ng'ul qizni bulgan bo'lamiz. Tayir olsun oqsoqolning degin to'g'ri. Chilgarifka, qiz chiroyliqmi ekan? Chiroyli ekan. Ondaq yaxshi. Bulab kelgandan keyin uni sana xotinlik qilsam qandaq? Qog'atay. Ha. Temirchinning peydi bo'l. Yangi avulga tushgan hamon menga xabar qil. Xo'p. Chu. Tayir olsun. Mushaga tushayli. Qo'ng'irotlarning Temirchin bilan xo'shilishib ketishini sabr toqat bilan saqlayli. Mushaga tushayli. Yıl ilgili kelgan. O'qishmay qolibsiz. Qandaq satlashib ketibdimanmi? Texim chiroyli qilib ketibsiz. Havisim kelyapti. Kunlarning birida qiyirib satlashib kelsam, yana hozirgidek havaslari kelarmi? Kelmaychi. 9 yil kecha kunduz sizni o'ylab keldim. Hay, ishonmayapsiz? Ha? Undaq emas. Yerim oy ilgari meni ko'chirgili kelgan chaqdagi turqillarga kulgim kelyapti. Turqim kulgilikmi ekan? Faqat esimdan chiqmaydi. O'z vaqtida xuddi mening kichik inimdek hamma ishlarni yipidan yangisiqcha so'rab ketadilar. Mana endi oldimda baslik bir yigitning, ya'ni Temirchinimning keladiganligini o'ylamabdiman. 9 yil ichida biz sizlarga yordam qilmasmiydik. Shuncha riyosatlarni chekibdilar. Nemishqa qo'lim bu yerga kelib bizni izdamaylar, ha? Bir yigit bu dunyoda yashagan ekan, cho'qim iroda bilan yashash kerak. Agar u tilamchilardek uya-buyalarda talmirib yursa, kishilarga sat ko'rinib qolmamdi. O itini osh bo'ri yeb ketammas, shunqarni bo'ron uchirtib ketammas debdi ekan. Ko'k Tangrim oxir silini menga nisb qildi. Daryodan o'tgandan keyin yo'llar xil yaxshi. Endi qaytib berib, malcharular qarimsa bo'lmaydi. Mushakchi ustib qo'yay. Dada. O'rta. Ko'nglingni yerim qilma. Apang bilib boradigan tursa, endi mush ketguningcha Mo'ng'ullarning kelini bo'lib ketsan. Bundan keyin Temirchin bilan bo'lib ketib, qo'lim bo'yirning sharqida apang ikkimizning mubolag'amizni unutib qolmag'in yana, ha? Bu Daysachan ikkimizning sili qudimizga tutgan sog'imiz, xonim qabul qilg'ayla. Bo'lg'unju ekan. Buncha qimmatli sovg'aga munosib kelamanmi? Bu juvi asli Mo'ng'ul qavmining tavariga edi. Bu Ambag'ay qog'anning juvusi-ku. Ha, ayni yillari Ambag'ay qog'an Tatarlar ham Jurjitlar bilan urush qilganda doim mushjuvini kiyolatdi. O qazo qilib 3 yil bo'lganda sizlar qiyonlar 9 gaz egizlikda obida tiklagan edinglar.
Onunğa bizning dəhsəcəni təklif qılıb, 9 keç gündüz sərf qılıb 99 qıtanç xət oydurğan edinglar. Şunun rəhmət etiş yüzsidən sizlər bu cüvünü dəhsəcəngə soğuk qılğan. Mana əmdi ikisi qaytırıb berək. Tömürçin Ambağay qağanın iradəsiga varislik qılıb, alamşımıl işlarni qağay. Əşqallah ana. Əmdi bola qaytıb ketinglar. Qudam. Ah yol olsun. Bir aydan beri sizlarni ko'p avar qildik. Uzatmanglar bo'ldi. Bu yerda qaynapangning holidan obdan xabar olgan. Bu yerda men maqdim. Tömürçin, bu cüvünü dadağının qəsəmdişi kərəylərin ağsaqılı Toğrulxanğa soğuğa qıl. Bizning hazırdaki gücümüz aciz. Ata bovularımızın işlerini güllendirimiz deydikenmiz, ulanın yardımdan ayrılamayız. Pa, isil nəsikən bu. Tanrım sizlərə bəxt saadet ata qığay. Caqagən bu. Mehmanlarını sorunğa başla. Yasugayның ballarını obdan bir kütüb alay. Ha? Ah, gel ola, bu yak gel ola. Ha, mərhəmət. Toğrulxan, sizler dadamның qəsəmdişi. Bana at yolluq boladılar. Şuna xotunum körümlükni apamı tutqanda aldı bilen özlerini oyladım. Neçə ildən beri halı əhvalımız yaxşı olmağaçqa silni yoxlab kiləmədik. Biz aki inelə bu qimizni atamның orunda özlerigi tutup siledin keçirim sorayız. Tömürçin, obdan oğlum. Tanrı guva. Neçə ildən beri tağın Caqagən bu işkimiz sizlərni köp əslədik. Lekin nədə otlap, nədə sulap yürgününlərini ufqanmadık. Apamı tirişcan ayalkən. Mən mo ata ornada sizlərə yardım qılamadım. Tügəp ketken qaydinas buraderim. Dadanğı yüz kelənməyimə. Toğrulxan ata, undaq demislə. Mana aldımғы kəpsilə. Mana əmdi o aləmdeki qəsəm dişimgə könlümdikini qıb beriləydiğən boldum. Sizlərni öz ballarım tək. Yox. Hatta öz oğlum sen gündün mü bəkirək qadirləymə. Xan atam şundaq dege. O sizlərə öz vaxtıda sizlərni taşlap ketkenini, qavimlarını jığıb, toplap bəyməkçi buluvatıdı. Doğru, atı boğullarının işlerini güllendirişki biz atı balla hemimiz çokum yardımlaşımız. Toğrulxan ata, sizlərinin manqıған kat şapaatlar üçün mən atamның ərişdiki royu ərvahı vakaltən teşekkür etmem.
Yenge, nem bo'ldingiz? Aqirib qolmagansiz? Merk Baturları 20 yıl ilgari Yasugay Cemet inim Çiladu'nun xotini ölünü bulap ketken. Hazır Yasugay'ның avlatlары çoğ boldu. Qısas ilip arnomusimizni aqlaydigan payt keldi. Qilchinglarni o'ynatıp, uçurganliki Mongol erni qirvitinglar. Uçurganliki mal mülkni va chiroyli ko'rniganliki Mongol qiz ayollarni bulap kelinglar. Saqlab kelgan qon qisasimizni Yasugay'ның avlatlaridan alayli. Atlinglar. Tömerçin ağayne. O mine çederim. İşke navkırını tağam orlaştırıp koydu. Tağırım Aysa'nın iltifatı bilen akık üçüngla bugün hem bilen muşiye diyettiğinla. Ma'qul ag'ina. Himmatingizga ko'p rahmat. Nem bo'ldi, Quvaqchin? Nurgul atla. Bu yoqqa qarab kelyapti. Xani. Ölün xanı atla oğlumuzga bastırıp kelyapti. Qo'ziqmanglar. Bo'g'irchi, qaratunga odam avati To'mirchini xabarlantirib, Quvaqchin Kalaharimizni qo'shib bergan yutdilar. Qag'allar Burxon taqqa yo'shirmayli. Apa, çedirle çırılar qana qilmez. At bilan o'qiyadan boshqalarini tashlab qo'yinglar. O'tni o'chiraytinglar. O'tni o'chiraytinglar. Quvaqchin, tez bo'linglar. Hammanglarning esida bo'lsin. Burxon taq madad berib, bizga yor yo'lak bo'ladi. Darhol tosh o'nkirlarga kirib elib, yo'lg'unlarni dalda qilinglar. O'zaro qarab yiqinglar. Tushib qolganlar bormi? Yengam bilan Quvaqchin yo'q-ku. Birda bilan. Quvaqchin nada qolganda? Aldık. O Yasugay'ın tokulu. Bu böğürte. Demirçin'in xotini. Tezep ola. Merhum kichik apa. Can jigar qarindishim Chiladu'ning ro'yiga ma'lum qilmoqchimanki, 20 yil ilgirki qisosinglardan hisob oldik. Yasugay'ning to'qili bilan kelinini tutib keldik. Nahaq azob chekkan ro'yinglar endi amin topqay. Apa, aka. Düşmanın Yasugay'ның oğlunun xununu tökemedik. Meni keçirgeysizlar. Chilgarifka, men uch jamoat marketning oqsoqili bo'lish suhbatim bilan senga va'da qilamanki, kunlarning birida To'mirchinning kalasini nazir chiroq mehrobiga qo'yib, marhumlarning ro'yini amin topqizaman. Qod. Yasugay'ning to'qilini Tog'atay tog'onga, to'qalliqqa, To'mirchinning xotinini Chilgar tog'onga xotinliqqa berayli. Ma'qul. To'xto'g'a aqsaqal. Nim bo'lding? Mening o'g'lim yo'q. Yasugay yangangni bulg'an emasmidi? Sen uning kelinini olsang, hech kimning haqqi qolmaydi emasmi?
Men bir arzimas odam. Oltin urug'idagilarni xotiniga loyiq bilamayman. Chilgar, sen markitlarning botirig'i. So'g'ir, jaralarni yeyishga yaralgan yirtqich hayvonning Аққу, turunlarni yeyishga nima etdi? Qo'y u gapingni. Yasugay qolgan deb atalmagan. Temirchin bu sarsanliqda yurgan yerda xotini bo'rta qandoqsiga xotin bo'ladi. Xotin bo'lgan holatdimi? Biz markitlar so'g'ir, jaran yeyishga yaralganmi? U jigiri yo'q laqva. Bugun sana Аққу turunlarni yigizmay qo'ymayman. Hey, Chilgar. Akаңды өте тоқу үйреккенсен, ha? Оны бағырыңы басқанда лайық келдіған кәмейдіғінің андын білесен. Chilgar tağa, bepayan yaylaqda kimning kuchi bo'lsa shu xon qolgan bo'ladi. Jahonni yolg'iz mo'ng'ullarla so'rarmidi? Hozir biz qudrat topgan markitlar yaylaqni so'rayotganmiz, jahondagi isli qiz xonimlarni. Biz markitlar to'qal xotin qilsa bo'lmamdik-a? Anladingmi? Texi 20 yoshga kirmagan jiyaningchilik vijdoning yo'q ekan. Shundoq bo'lsin. Yuringlar, to'yga boraylik. Dada, o qeri xizmatkarini qanday qilamiz? O'ltiritinglar. Hey, uni menga beringlar. Uni jaran so'g'ir o'rinda yigin kep qapti-da, ha? Çıkınlar. Çıkıp gitinlar. Hop. Çırayın, heli cahil iken. Salih. Sal. Salih, kimini sal. Sal devatı men. Salih. Hey. Salih. Kimini Salih. Ötünüp qalay. Yasugayning yuzunda bo'lsa-mu, unda qilmisila. Nima? Shu Yasugayning elimi uchunla shunda qilaman. Salih. Kimini sal. Salih. Sal devatman. Tamam sen. Hele vicdanın varken ha? Bana tokal boğunu yokken de. Bak ol. Kilala. Bu xotonni chiqib ket. Balog'atga yetgan markit erlari bir kechadan xotin qilib chiqsin. Hop. Mana. Meni qo'yib etinglar. Mana deyman. Unda qilmisila. Ötünüp qalay. Meni qo'yib etinglar. Unda qilmisila. Ötünüp qalay. Ötünüp qalay. Chiqib ketinglar. Hop, chiqinglar. Hayvan! Sizlar markitlar odam emaskansizlar. Mo'ng'ul oltin uruqidan bo'lgan oqsoqolning xotinini bulaşib qandoq bitindinglar? Temirchin degan yaylaq botiri. Menga chiqilsanglar, sizlarni qiymi-chiymi qilib etidi. Yo'qol. Yana qarab tursan-ku, yo'qol. Yo'qol. Ko'zimdan yo'qol.
Tüge qarab baxsıla. Hech kim kirgichi bo'lmasin. O xeyli yuvaşken, bozuq indi o'ltirdi xonim. Karimiz bo'lmasin. Biz bu yerda o'ltiraylik, ha? Ochiq havoda chaqmoqchi qilgandek, markitlarning tuyuqsiz talon-taroj qilishi To'mirchinni mudofaadan hujumga o'tishga, ömür bo'yi to'xtamay urush qilishga da'vat qildi. Bizdek ojiz bandalarning jiniga pasiban bo'lgan mehr shafqatli bo'rontal. Halqiliq paytlarda mushu arzimas ojiz jinimizni omon eson saqlab keldim. Bizga yana bir qatim mehr shafqat yog'dirg'aysan. Qisosimizni elib, ornamusimizni oqlab, markitlarning qo'lidan qarindoshlarimizni qutuldirib chiqishimizga madad bergaysan. Atılыңlar! Tömürcin adımınla az dursa. Ay, Çilgar. Tek yatmadın mı? Taladını kup yürüyse. Cek içip optu men. Kuskum kilivatıdı. Şundak mı? Ay. Xotununçu, ayveşik geldi mi? Onu da çadak yok. Ha. Qağatay yaman emiken. Yasugayning to'qili akşam joyili qilib turibdi ekan. Qağatay odam chiqarib, uni olib chiqib kel. Balog'atga yetgan markit erlar bir kechadan xotin qilib chiqsin debdi. U qo'rqib ketib ma'qul bo'pti. Qandaq? Sen shunday qilib baqamsiya? Yo'q, birda undaq qilmadi. Bir to'p birodarlarim bor. Uni sana avashib keltirib beralaydi. Men keltirib beray. Chilgar ishimiz yaqin. Albatta men boshlab berman-da, ha? Yo'q. O'zim indaki keltiraman. Undaq bo'lsa, avar bo'lib yurmayli. Bo'pti. Hey, Chilgar. Talada lag'aylab yurib, uni talmirtib qo'yma yana, ha? Tömürcü geldi. Odıqma. Qada qılıbız. Hot. Dada. Adamlarını derhal yığıp öldür tömürcünü. Tutula. Hot dada. Merkez batırdı. Yürü la. Bulunma. Tömürcünü bulunma. Eşiket tutun. Aka, merkezler tayar kurulurken hadi aklımız. Biz öteli.
Ulanı keçip odam kaldı. Hem de yetişemeyimiz. Hech vaqasi yo'q o'g'lim. Temirchining xotini qo'limizdikan. Qachon bo'lmasin u o'zini o'limga tutib berdi. Yuringlar, ketaylik. Yürüler. Tömürcün, adımınla pek az. Bunda karamlık bilen, börtələni qutuldurup çıqılıp olmaydı. Mərkitlərdən echinishlik məğlub bolğan Tömürcin mundaq bir qoidani düşəndi ki, özü texi küçəyməyən şəraitdə çoxum başqalarının yardımıga tayinish kerak idi. Dal mushu qoida uning muvaffaqiyat qozonishidagi eng muhim umumiy tadbir bo'lib qoldi. O'lgur Mərkitlər. 7 yosh chig'imda bu malullah opamni bulab ketgan. Bizga yana Salanga daryosi bo'yida gurish aqlatib, eshakning kunini ko'rsatgan. Bu ko'n qissasini olmay turib, hozir yana o'g'lim Tömürchinni xo'rlabdi. Endi ulardan ko'n qissas bilan yangi hisobni biroqla olaman. Yaylaqdaki padığı ziyan salıdığan bu Yavuz börülerini burullu yoxdu ötüş gerek idi. Bırak, uladaki düşmanını yoxtuş üçün özümüzün küçüğüyle tayansak tenkilemesligimiz mümkün. Akam Jadaran qabilasiga qasamdishi Jamuqadan yordam so'rab ketdi. Yaxshi qipti. U kam deganda bir tuman otliqni to'play oladi. Qasar, men Tömürchinga o'z vaqtida sizlarni tashlab ketgan al jamoatinglarni yig'ib tarqilib ketgan qavminglarni to'plab beraman deb va'da bergan. Tangri guvoh, endi qasimimni amalga oshiradigan payt keldi. Jaqagan bu. Sangum, sizlar mening nomimda yayloqdagilarni xabarlantiringlar. Qiyon qabilasining allarli bo'ladi ekan, muddat ichida Borxontaqa qaytib berib Tömürchinga bay'at qilib uning bo'ysunsin. Unimaydi ekan, men To'g'rilxonning chavandozlari ularning chedarlarini to'p-to'z qilib, ko'llarini ko'k so'rib yetadi. Mol-chorva uy bisotlarini talon-taroj qilib yetadi. Birodarim, xotirjam bo'l. Boshqa kun tushganda qarab turmayman. Kel. Uning ustiga ular ona-achang bilan xotiningni bulab ketibdi. Mening qo'l ostimda bir tuman otliq chavandoz bor. Sening xizmatingga berishini kutib turyotdi. Rahmat Jamuqa birodar. O'ltiringlar. Jamuqa aka, bulab ketgan opamning o'rnida sizlarga rahmat. Hay, unda qilma. Tura. Tura. Biz marketlarga hujum qilish planini maslahatlashaylik. Men tanishtirib o'tay. Bu jamoat qarindishim Qo'rchi, Kallisbek o'tkir. Bu bir tuqqan enim Taychar. Tishiga tegibli qo'ysa, o'ltirib yetishdan yanmaydi. O'ltiringlar. Qo'rchi, o'ylaganlaringni de. Mərkitlər shimoldagi kuchlik el. Ular xelidan beri yaylaqni so'rash niyatida bo'lib kelyapti. Yana Jurjet ham tatarlar bilan birlashib, necha qitim biz Mo'ng'ullar bilan dushmanlashdi. Shu ularni yo'qotmay bo'lmaydi. Jamuqa oqsoqol va pamparasat egisi. U hozir qasamdishining qissasini ilishiga handam bo'lib, Mo'ng'ullarning ajdodiy merosi ulug' ishlarini gullantirishga yordamlashmoqchi. Biroq 3 jamoatga mərkitlar qo'shilsa, otliqlar turmandan oshidi. Ularni yengimiz deydi ekanmiz, kam deganda 3 tuman otliq tayyorlab, kutmagan yerdan tuyuqsiz hujum qilishimiz kerak. Mana bu dono tadbir. Durust aytdingiz. Guvohjin. Xonim, Hozir qaysi vaqt bo'ldi? yerim kechi bo'lay dedi xonim. Qo'ssig'im oshqandek qilyotdi. Qo'soqlar ochdimi? Yigidek narsa deb kelay. Yetiyvaslar. Hey. İşçi kırıp bir bulun tip yasla. Hanımını uyuqtu etmişler, ha?
Merhamet. Tömürçin aka, keşop gitti. Baldıra karamilana, qani. Siz tömürçinmi? Ha. Kim bo'lasiz? Kimligimni sorma. Sizni bir tonishingizdan oldiga biray. Men bilan yuring. Men bilib baray. Bo'ldi. Sizlar yetaveringlar. Dada, tömürçin keldi. Ma'lik ota. Tömürcin. Ma'lik ota. Cho'pchon bo'lib ketibsan. Yigit bo'lib ketibsan. O'g'lim Ko'kchi. Ko'kchi birodar. Oltinchi o'ndadan Jurchiday tog'a. Oltinchi o'ndada Jurchiday tog'a. Tömürchin. Anlasam, ana açan bilen xotununu mərkitlab bulab ketibdi. Jürçədə tağam, məngli küçümüzdən hazır 2 mandan artıq adımımız var. Qısasını elib, arnımısını axlaşda baş tatıb olmaydıqan məcburiyyətimiz var. Qandaq? Ma'qul desang, biz Jamuqa bilan xo'shlashib, sen bilan ketimiz. Uchonlarning yaxshi ko'ngildan men Tömürchin intayin minnatdor. Biroq Jamuqa bir tuman atliq ajratib, men bilan markitlarga hujum qilishga qo'shildi. Bundaq chog'da sizlar uni bilan qo'shish, men bilan mansanglar bo'lmasmikin? Menimcha, hozircha Jadaran qabilasi turaveringlar. Ajdodlarimizning ishlarini ro'naq toptirishga kun tehi uzun. Mayli. Danışman jiyanim. San xizmat ko'rsatadigan fursatmi chiqib qola. Bir eg'iz gap bor. Demisam mo'g'ul bo'ladi. Siz marhum dadamning qaydinas do'sti. Nima gap bo'lsa, deyver. Necha yildan beri ko'zitib tushunishimcha, bu qasamdishing ojizlarga yordamlashishni xohlaydi ekan, lekin kuchliklar bilan chiqisholmaydi ekan. Undaq emasdi. Bilib qolsanglar bo'ldi. Uning ustiga sen texi ojiz, shunga hozir cho'qim bor kuch bilan yordamlashadi. Hayvan! Odam emaskansan! Gözümden yo'qol! Yo'qol! Derhal gözümden yo'qol! Hayvan! Hayvan! Börte! 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 Endi qaysi yuzim bilan Tömürchinga qaraman? Sizlar ayiblik emas, gunoh sizlarda emas. Endi yuzimni ko'tarib yuramaydigan bo'ldim. Bu gaplarni qo'ysizlar, darhol qochaylik. Chilgarni yorlantirib qo'ydik. Ular cho'qimizni bo'sh qo'yib etmaydi. Darhol qochaylik. Meni o'ldirsin. Balki bu o'zimni oqlashning eng yaxshi chorasidir. Ma'qul, men sizlar bilan tam o'lay. Turinglar. Bu ikki xotinni olib chiqib, chepib o'tinglar. Xo'p. Hut! Hut! O'ltirmay turinglar. Dada, ular texchi tarishalik qilib yuribdi. Yana tex chilgar tag'amni yorlantiribdi. Undaq bo'lsa, avval qamab qo'yib turinglar. Ular Tömürchinni qiltaq tushirdigan eng yaxshi yamchuk. Tömürchin Karaylar, Jadarallar bilan ittifoqlashganlikdan torilib ketgan nurg'un qavmlar yana uning yeniga qaytib kelib, bir tog' ostiga uyushdi. Uning kuchimi tadrijiy zo'rayishga boshladi. Xona, kichik xo'ja, shu chaqda shaytonning kayni kiribdi. Targ'utayning besimig'imi chidamay, sizlarning yuzi o'ribdi. Men endi aqlimizni topdik. Bizni har qancha jazolasanlarmi mayli, sizlarga bay'at qilg'ili keldik. El qatorda boshpanoh bo'lgaysizlar. Hazır. Oğlum Tömürchin oqsoqol bo'ldi. U bir nim deysin. Turinglar. Burun qandaq yuzkilanmaydigan ishlarni qilgan bo'lsanglarmi?
Bugun qaytib kelgan kezlar yana qarshi olamiz. Aka, 4-chi tag'am ketdi. Dağaratay, Ne ketdi? Tog' ayig'izda o'tibdi. bol, chaqqan ot tayyorla. Kelme. Ulan sen uğurlaştır. Tutun. Yürüla. Öyle yenge. Kichik opa. Qaytib kelsinlar. Öyle yenge. Yaxshi turganlar. Yaxshi tura olaymanmi? Qavm qarindoshsiz, egachaqsiz yurgan kunlar chiroyimda nurg'un qo'riqlarni. Ko'nglimda talay jarohatlarni qoldirdi. Ko'p. Jafo chekibsizlar. O, Tömürcün o deymi? Tağa. Ben tömürcü. Ehsüge kinimidiga o'xshagan. Taga, men Qasar. Men Belgutay. Hammanglar yigit bo'lib ketibsizlar. Ukam, ikkinchi akamla yaxshi turgandi. Yerim yeldan ko'proq o'rin tutib yetdi. Jon uzish oldida menga chidirning to'shik yo'chiqi bo'lmasa, qor yomg'irlar o'tmaydi. Qiyonlar tarab tezib ketmagan bo'lsa, bo'rchigan jamiyatdagilar buncha azob oqibatlarni chekmaydi degan. Yana o'g'li Qucharni sizlarga topshirib berishimni jekilgan edi. Kichik opa. Dadam meni ko'k tangri ep ketadigan bo'ldi. Sen 4-chi tag'ang bilan birlikda mening o'rnimda xatoligimni axloslar dedi. Yana kelgusida qandaq omudsizliklar bo'lishidan qat'iy nazar jamiyatimizdagilar endi bir-birimizni tashlamayli deb qayta topildi. Rost edi. Endi jamiyatimizga nim bo'lishidan qat'iy nazar bir-birimizni tashlamayli.